Rahmat. Ha, kelin poshsha. Bugun supursidir ham qilmabsiz. Nonushta ham tayyorlamabsiz. Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Oyi, keliningizni mazasi bo'lmaydi ekan. Shunga shifokorga olib borib kelay. Kecha otday bo'lib xizmat qilyapti. Bugun charchab qoldingizmi? Darrov o'zingizni kasalga solib olishingiz shart emas. Oyijon, rostdan ham mazam bo'lmayapti. Ertalabdan beri o'zimni yomon his qilyapman. Demak, hamma uy-ro'zg'or ishlari o'zimga qolib ketibdi-da. Nega o'zingizga qoladi, oyi? Ana ikkinchi keliningiz ham bor-ku. Sen ayollarning ishiga umuman aralashmagan. U ish qiladimi yo'qmi men o'zim bilaman. Biz ayollar bu narsani o'zimiz hal qilamiz. Xo'p, oyi, ketsak maylimi? Tayyor kiyinib chiqqanlaringdan keyin nima ham derdim. Bora qolinglar, oq yo'l. Faqat 2 soat vaqt. Yana uydan chiqib ketdim deb o'tlab yurmanglar. Xo'pmi? Xo'p, oyi, xo'p. Xo'p. Yur.